Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun meni kanalimda 500 ta obunachi bo'lgani munosabati bilan yangi video olishga qaror qildim. Bugungi video esa hech qanaqa dasturlashtirishlarsiz Kinobot ochish va uni sozish haqida bo'ladi. Qimmatli vaqtingizni sarflamagan holda videoni tezroq boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin esa bu videoga bittagina like va albatta menga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bo'lmasa, ketdik. Birinchi bo'lib Telegram qidiruviga kiramiz va u yerga Fastmaker uzbot deb yozamiz va har doimgidek birinchi chiqqan bot rasmiy bot bo'ladi. Chiqdi mana va biz kirib olamiz va unga kirib start tugmasini bosasiz. Men esa bosganim uchun boshqatdan yangilab ko'rsataman. Bu yerdan botlarni boshqarish tugmasini bosasiz va u yerdan yangi bot ochish tugmasini bosishimiz kerak. Yangi bot tugmasini bosganimizdan so'ng kinobotlar kategoriyasi bor va kinobotlar kategoriyasidan o'zingizga mos bo'lgan kinobot yaratishingiz mumkin. Men esa hozir kodli kinobot yaratib ko'rsataman. Kodli kinobot yaratishni bosamiz va bu yerda u haqida ma'lumotlar chiqadi. Undan keyin esa botni yaratish tugmachasini bosganimizdan so'ng sizdan so'rovnoma so'raydi. Va mana bosdik. Mana balans orqalimi yoki kredit kart. Bizga balans orqali kerak va bu yerdan tokeningizni yuboring dedi. Biz esa endi bot fazerga kirib olamiz va u yerdan yangi bot ochishimiz kerak. Yangi bot ochish uchun esa botga new bot buyrug'ini yuborishimiz kerak va bu yerda kinobotimizga nom tanlashimiz kerak. Botni test qilib yaratayotganimiz uchun nomini ham test fast kino deb nomlamoqchi bo'ldim. Va nomni yuboramiz, keyin esa botning username'ini tanlashimiz kerak va username ham xuddi shu bo'la qolsin va bu yerda mana bizga token berdi va bu tokenni biz Fastmaker uzbotga jo'natamiz. Fastmaker uzbot esa jo'natganimizdan so'ng unga kinobotning kodini yuklaydi avtomatik tarzda va bizda mana bot tayyor. Bot ko'chish tugmachasini bosib start tugmasini bosganimizdan so'ng esa mana botimiz ochildi va bot ishlayapti. Boshqaruv panelini bosish orqali admin panelga kirasiz va bu tugma boshqa foydalanuvchilarga ochilmaydi. Mana tugmalarni ko'rib turibsiz: kanallar, kino yuklash, xabarnoma, statistika, bot holati va adminlar. Va siz bu tugmalar orqali o'zingizga kerakli narsalarni bosishingiz mumkin. Majburiy obunalar va kino kanallarni o'rnatishimiz mumkin. Kino kanallar ham avtomatik botga yuboriladi. Kino yuklash orqali kino yuklaymiz, xabarnoma orqali esa botning foydalanuvchilariga xabarlar tarqatishimiz mumkin va bu ham 3 xil holatda bo'ladi. Bot holati orqali bot yoqilganmi yoki o'chirilganligini belgilashimiz mumkin. Adminlar tugmasi orqali adminlar qo'shishimiz va statistika orqali kunlik, haftalik va oylik statistikalarni ko'rishimiz mumkin. Video qiziqarli va tushunarli bo'lgan bo'lsa like bosib qo'ying va kommentariyada keyingi bot qanaqa bo'lishini yozib qoldiring.